Ba'zan shunday holatga tushamanki, bir tabrik yuboraman, lekin oddiy bo'lsin demayman. Qalbiga yetib borsin deyman. Ich-ichdan titratib yuborsin deyman. Shuning uchun har safar tabrikni Allohning nomi bilan, uning roziligi uchun boshlayman. Shunda mehribon Allohim tilimga shunaqangi chiroyli, samimiy, yurakdan chiqqan so'zlarni keltiradiki, o'zim ham hayron qolaman. Men hozir shuncha gapirdimmi? Qanday aytdim bularni deb. Lekin natijasi har safar bir xil bo'ladi. Tug'ilgan kun egasi ich-ichidan quvonib ketadi, ko'ngli yumshaydi, ko'pincha yig'lab yuboradi, hattoki quvonchdan, mehrdan, e'tibordan. Chunki bu oddiy tabrik emas, bu qalbga aytilgan so'z. Bu e'tibor, duo va mehr aralashgan tabrik. Endi sizdan bir savol. Siz ham ota-onangizni, yaqinlaringizni, suyukli insoningizni shunday chin dildan quvontirishni xohlamaysizmi? Birgina tabrik bilan ularning ko'nglini olib yillar davomida eslab yuradigan xotira qoldirishni istamaysizmi? Agar javobingiz ha bo'lsa, marhamat, hoziroq buyurtma bering. Vaqtni boy bermang. Ota-onangiz, yaqinlaringiz ko'nglini olishni esa menga qo'yib bering. U yog'ini o'zim uddalayman. Mehr bilan, duo bilan, yurakdan chiqqan so'zlar bilan.